Jizzax viloyat sudi tomonidan Arnasoy, Mirzacho'l, Do'stlik tumanlarida istiqomat qiluvchi fuqarolar uchun sud huquq masalalari bo'yicha ommaviy sayyor qabul o'tkazildi. Viloyat xalq qabulxonasi, ichki ishlar va boshqa mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda tashkil etilgan qabul tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. O'tkazilgan ommaviy sayyor qabulda jami 26 nafar fuqaro murojaat bilan ishtirok etdi. Fuqarolarning 4 nafari jinoyat ishlari bo'yicha, 14 nafari ma'muriy huquqbuzarlik, 6 nafari fuqarolik, 1 nafari iqtisodiy hamda 1 nafari ma'muriy ish yuzasidan o'z muammosini bildirdi. Jami 26 ta murojaatdan 23 tasi bo'yicha huquqiy tushuntirish berilgan bo'lsa, 3 ta murojaat joyida ijobiy hal etilib, murojaatlar qanoatlantirildi. Jizzax viloyat sudi rahbariyat tomonidan bugungi sayyor sud bo'lib o'tdi. Bu suddan men shartli ravishda muddatdan oldin ozod etildim. Bundan keyin halol mehnat qilishga, ota-onamning yuzini yorug' qilishga, qaytib bo'shlan qilmaslikka so'z beraman. Sayyor qabul davomida jinoyat ishlari bo'yicha Arnasoy va Do'stlik tuman sudlari tomonidan sayyor sud majlislari o'tkazilib, unda ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi 14 ta ish ko'rib chiqildi. 3 nafar mahkum jazoni o'tashdan muddatdan ilgari shartli ozod etildi. Ushbu ommaviy sayyor qabul davomida aholining yillar davomida qiynab kelayotgan masalalari ko'rib chiqildi. Muddat talab qilinadigan masalalar nazoratga olinib, tegishli xodimlarga ko'rsatmalar berildi. Ushbu murojaatlarda vaqtida o'z vaqtida ko'rib chiqib, qonuniy yechimini topish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, sayyor qabul davomida fuqarolarimiz tomonidan mansabdor shaxslarning ayrim huquqbuzarliklar bo'yicha chiqargan qarorlari ustidan bergan shikoyatlari ko'rib chiqilib, qonun doirasida ularga yengilliklar berilib, kamaytirish choralari ko'rildi. Mamlakatimizda inson manfaatlari oliy qadriyat darajasiga ko'tarildi. Bugun barcha davlat idoralari faoliyatida aholi murojaatlari bilan ishlash bo'yicha sifat jihatdan mutlaqo yangi tizim yaratildi. Joylarda o'tayotgan mana shunday sayyor qabullar xalqning dardini eshitish, uning muammolarini hal etishda kutilgan natijalarni bermoqda.